Buyuk saltanatni tikladi Temur. Istagi avlodim otsa zo'r tomir. Mulk to'ron dunyo uzugi bo'lib, xalqim osoyishta ko'rsaydi umr. Adolat, ozodlik dastida bo'ling. Yomonlik, razolat qasdida bo'ling. Nifoq urug'larin ekmangiz aslo. Yaxshilik, ezgulik rostida bo'ling. Amir Temur 35 yil davomida mamlakatni boshqardi. Hukmronligi davomida ko'pdan ko'p harbiy yurishlarni amalga oshirdi. Buyuk sohibqiron Amir Temur mamlakatni adolat mezonlari asosida boshqardi. Mamlakatda islom qonun-qoidalariga amal qilishni ta'minladi. Ayniqsa, Amir Temurning shayx va mashoyixlarga nisbatan hurmati cheksiz bo'lgan. Amir Temur davlat 3 narsa bilan tik: mulk, xazina, lashkar bilan tikdir deya ta'kidlaydi. Davlat ishlarining 9 ulushini kengash, tadbir, mashvarat va qolgan 1 ulushini qilich bilan bajo keltirishni o'rgandim deya ta'kidlaydi. Bu yurt tengsiz allomalar, avliyolar, buyuk sarkardalar yurti. Biz buyuk bobokalonimiz Amir Temur avlodi ekanligimizdan faxrlanamiz. Mana shu faxr tuyg'usi bizni buyuk ajdodlarimizga munosib voris bo'lishga undaydi.